Turkiya terma jamoasi jahon chempionatini tark etdi. Yevropaning iqtidorli jamoalaridan biri sifatida ko'rilgan Turkiya terma jamoasi guruh bosqichining ikkinchi turidayoq play-off umidlaridan ayrildi. Jamoa tarkibida Chalhanoglu, Arda Güler, Kenan Yildiz kabi top futbolchilari bor edi. Ayniqsa, Güler va Yildizning turnirning eng yorqin yulduzlari bo'lishi kutilgan. Ammo natijalar umuman boshqacha bo'ldi. Birinchi turda Avstraliyaga 0-2 hisobida mag'lubiyat, ikkinchi turda esa Paragvayga 0-1 hisobda imkoniyatni boy berildi. Eng achinarlisi shundaki, Paragvay ikkinchi bo'limning katta qismini bir kishi kam bo'lib o'tkazganiga qaramay, Turkiya raqib darvozasini ishg'ol qila olmadi. Ko'pchilik oldinda AQSh bilan o'yin bor, yutsa chiqadimi degan savolni bermoqda. Javob esa yo'q. Sababi Turkiya dastlabki 2 uchrashuvda Avstraliya va Paragvayga yutqazdi. Agar oxirgi turda AQShni mag'lub etsa ham 3 ochko to'playdi. Ammo ochkolar teng kelgan taqdirda o'zaro uchrashuv natijalari hisobga olinadi. Turkiya esa ikkala raqibga ham imkoniyatni boy bergani uchun ulardan yuqoriga ko'tarila olmaydi. Shu tariqa katta umidlar va millionlab muxlislarning ishonchi bilan kelgan Turkiya jahon chempionatini muddatdan oldin tark etadigan ilk jamoalardan biriga aylandi.